kecha dugonam erim ishdan kelsa nuqul ustingda ovqatni hidi keladigan kiyim bilan kutib olasan deb aytdi dedimi? Tavba. Ustimda xalat. Hey qiz, dugona, senga aytayapman, eshit. Shunaqa dedingmi? To'g'ri softunga kelgin. Softunda mana qara. Bambukli, nachosli, qulay, voy shunaqa yumshoq xalatlar bor. Voy narxini eshitib o'zing tashlab yuborasan. 150 ming so'm evaziga 46-razmerdan 52-razmergacha bemalol olishing bor. Mana ko'ryapsan, orqada bor. Nechta ranglari bor. Voy bundan zo'rlari ham bor. Tez-tez kelgin. Shundan keyin ering ishdan kelganda shartta ustingdagi ovqat qilgan kiyimingni yechasan-da, softunda xalatni shunday kiyasan-da, eringni kulib kutib olsang, ber faqat saniki bo'ladi. Ishon. Ana. Yaxshiyam mendan maslahat so'raysan. Mendan zo'r maslahatchi chiqadi. Ha, bir ikkisi menga ham tashlab yubor, softdan xalatlardan olaman.